Hammaga salom sizlar. Men YouTube Eko. Ola yaxshimisizlar? Video qo'ymaganimga 3 kunlar bo'libdi. Endi bugun sizlar bilan Minecraft'dagi cheatlar, bir ikkita cheatlarni ko'rsataman. Hozir birinchi cheatimiz bu baryer. Sizlar aytishinglar mumkin, bu nima qiladi deb. Bu ko'rinmas blok. Men shu yerga devor qurib qo'yganman baryerdan. Ko'rinmaydi. O'tolmaydi hech qaysi mob. Keyin sizlar aytishinglar mumkin, bu yerda nimaga ikkita eshik turibdi deb. Men bu yerda baryerdan uy qurganman. Mana bu baryerdan hech qaysi mob o'tolmaydi. Sizni ko'rmaydi, ko'rishi mumkin, lekin creeper ham portlamaydi. Men o'zim ko'rganman. Endi buni sizlarga olishni o'rgataman. Hozir bu yerga kirib olib yozasizlar. Qiyshiq tayoqcha, give, joy ochib kuchukchasi, keyin ikkitari baryer deb bossanglar ikkita baryerimiz bor mana. Baryer berdi. Xo'sh, endi ikkinchi cheatimiz bu border. Sizlar yana aytishinglar mumkin, bu border nima qiladi deb. Bu borderda umuman o'tolmaysizlar. Agar survivalda bo'lsanglar, umuman o'tolmaysizlar. Hozir men kreativdaman ham operatorman. Operator bo'la olmasam, hozir operatorman. Operator bo'lmasam, member bo'lsam, umuman o'tolmayman. Umuman o'tishni iloji yo'q. Yonidan o'tib ketsa bo'ladi, lekin o'zini ustidan o'tib ketishni iloji yo'q. Hech qaysi mob o'tolmaydi. Ender Dragon'da bilmadim, lekin boshqa hech qaysi mob o'tolmaydi. Men qancha tepaga chiqdim men. Umuman o'tishni iloji yo'q. Xo'sh, endi uchinchi cheat. Uchinchi cheatimiz yonimdan chiqib ketdi hozir. Bu cheatni, bu narsani olishni o'rgataman sizlarga. Qiyshiq tayoqcha yana, give, yana kuchukchasi, border. Border, pastki chiziqcha, block. Mana bossanglar, mana ikkita borderimiz bo'ldi bizda. Hozir endi bu uchinchi cheatimiz bu demi. Bu blokni umuman buzib bo'lmaydi agar sizlar operator bo'lmasanglar. Mana bu tagida demi bloki bor. Bu blokni ustiga xohlagan bloklaringni qo'yinglar. Masalan, loy. Oddiy loy. Bu loyni qo'yasizlar. Buni buzib tashlaysizlar. Va operator bo'lganim uchun buni buza olyapman. Agar operator bo'lmasam, yana hozir operatorda chiqib memberga o'tamiz. Men ucha olaman, lekin bu blokni umuman sindirib bo'lmaydi. Men bitta uyim bor. Shu uyimni ham mana shu blokdan qurganman. Mana tagidagi DNA blokidan. Bu blokni ham sindirib bo'lmaydi. Bu bloklarni sindira olaman, chunki bu yerda baryer bor. Mana bularni sindira olaman. Lekin oldidagi
ustidagi blokni umuman sindirib bo'lmaydi. DNA blokni o'zini ham. Tak, endi buni sizlarga olishni o'rgataman. Yana kirasizlar. Qiyshiq tayoq. Give deb. Give. Joy ochib kuchukchasi. Deni. Deni yozildi. Hozir o'xshagan. Mana give kuchukchasi Deni. Nimagadir o'xshamayapti. Xo'sh, Deni blok. Hozir oxirgisi. Give kuchukchasi hozir menda o'yin qotayapti, shuning uchun ishlamayapti. Shunday deb yozsanglar, lekin aniq ishlaydi. Hozir menda o'yin qotgani uchun ishlamayapti. 3-blogimiz bu komanda blok. Sizlar buni bilsanglar kerak. Men berman operatorga o'tib olay. Sizlar bu blokni bilsanglar kerak. Bu blokda har xil cheatlarni yozsa bo'ladi. Hozir men sizlarga bitta cheatni ko'rsataman. Mana qaranglar, boyagi borderdan zombi o'tolmayapti. Men operatorman, o'tolaman, zombi o'tolmayapti. Tak, hozir endi sizlarga daraja bundan daraja olsa bo'ladi. Bu yerga xohlagan sonlarni qo'yasizlar. Men hozir bu yerga nechta son qo'yganimni bilmayman, lekin shuncha qo'ydim. Darajamga qaranglar. 24791. Ana endi qaranglar. Men hozir o'lmasam bo'lmaydi, chunki men darajam ko'payib ketdi. Hozir hamma narsamni shu yerga qo'yaman va o'laman. Hozir men o'lmasam bo'lmaydi. Chunki darajam ko'payib ketdi. Darajam saqlanib qoladimi o'zi? Creeper bu yoqqa kel. Pashole. Bittayam mob yo'q mana. O'ldir zombi. Creeper yo'qmi? Creeper oldiga keldim. Короче, o'zimni o'zim o'ldirishga qaror qildim. Kill. Ana.
bo'ldim, darajam qolmadi. Ana endi ko'rasizlar. O'yin qotdi. Ana endi darajam qolmaganda ko'rasizlar. Kreativga o'tib, mana komanda blokka mana shu narsalarni yozsanglar o'zi bo'ladi. Hozir men darajam yo'q umuman. Bitta bossam o'yin yana qotdi. O'yin qotib qoldi. Bitta bosganimdan keyin sizlarga daraja beradi. Daraja. Ana voy. Daraja beradi sizlarga. U darajani xohlagan narsalarga ishlatsanglar bo'ladi. Bitta bosdim. 21099 daraja bo'ldi. Hozir ham bitta bossam 24791. Maksimum 24791 daraja. Boshqa bo'lmaydi. Xo'sh, bugungi videomiz shundan iborat edi. Obuna va like bosib qo'ying. Yana qandaydir cheatlarni o'rgataman sizlarga. Hali xo'sh, like va obuna bosib qo'ying. 200 ta bo'lishimiz kerak. 200 ta bo'lganimizdan keyin yana cheatlar haqida video chiqaraman. Xayr, sog' bo'ling.